Cherry sergelida bugun ochiq eshiklar kuni, lekin bizga eng qiziq bo'lgan narsa bu albatta Arizo 8 gibrid va hozir birgalikda uni hamma tomonlarini ko'rib chiqamiz. Avtomobil 1 dan 100 gacha 7 soniyada chiqadi. Bu Cherry'ning birinchi gibrid avtomobili va u to'liq vaqtda 1460 km yurib bergan. Salonga keladigan bo'lsak, salon eko kojadan qilingan. Avtomobilda oldi, orqa, lobavoy, ikkita bokovoy va rul obogrevi bor. Bundan tashqari siz remenni taqmaguncha mashina yurmaydi. Avtomobil salonida 12 ta Sony kolonkasi mavjud. Bundan tashqari mashinada 360 kamera, auto hold, adaptivniy kruiz kontrol, yo'lakni, ya'ni polosani ushlash mavjud. Boya aytib o'tganimdek, bu Cherry'ning birinchi gibrid biznes klassdagi avtomobili. Bu avtomobilning yana bir qulay jihati bu uni o'zbek tilidaligida. Salonning orqa qismiga keladigan bo'lsak, joy yetarlicha va mendan bo'yi uzun bo'lgan odamlar ham bemalol o'tiradi. Meni bo'yim esa 1.75. Bundan tashqari, agar siz 22 yoki 23 noyabr kuni test drive'da qatnashib, shartnomani imzolaydigan bo'lsangiz, iPhone 17 yutib olishingiz mumkin. 100 kilometrga qilinadigan rasxod esa 3.9 litr. Bu avtomobil narxi esa 364 million 900 ming so'm.